Assalomu alaykum hammaga. Hozirgi kunda juda ham trendga chiqqan rayhon kremi haqida aytib bermoqchiman sizlarga. Chunki juda ham ko'pchilik savol berishibdi. Bu krem tarkibida qanaqa giyohlari bor, nimalardan tashkil topgan va inson organizmiga qanaqa ta'sir qiladi deb juda ham ko'pchilik so'rashgan ekan. Shuning uchun hozir aynan shu rayhon kremini sizlarga to'liq yoritib bermoqchiman. Buni ishlatganlar albatta bilishadi. Ta'sirini, xususiyatini. Rayhon kremi tarkibida 10 xil efir moylari, o'simliklarni yig'masidan foydalangan tabiiy organik mahsulot bo'lib, bu kremi tarkibida 10 xil o'simliklarning ekstrakti va foydali bo'lgan efir moylari borligi uchun organizmga ijobiy ta'sir qiladi. Ayniqsa buni foydalilik xususiyati mochevoy puzirda bo'ladigan shamollashlarda, ya'ni siydik yo'lida bo'ladigan shamollashlarda va tashqi patogen ta'sirida kelib chiqqan har xil turli tuman yallig'lanishlarda juda ham foydali. Endi men hozir asosan tushuntirib bermoqchi bo'lganim aynan tarkibidagi o'simliklarni inson organizmiga foydasi. Ko'pchilik so'rashadi, nima o'simliklar, uni qanaqa zarari yo'qmi bizga, biz tushunmaymiz o'simliklarni deyishadi. Shuning uchun men buni aynan Ibn Sino tabobatiga moslab turib, o'zimizni O'zbekiston aholisi uchun aynan bizning iqlimimizga moslangan mahsulotligini aytib bermoqchiman. Birinchi o'rinda bu kremni tarkibida zanjabil bor. Ya'ni zanjabilni biz imbir nomi bilan ham ko'plab aytamiz, ruschasiga imbir bo'ladi. Va buni aynan biz shamollaganda, yallig'lanish davrida ko'proq iste'mol qilamiz. Imbir Ibn Sino tabobatida 2-darajali issiq quruq mizojli o'simlik hisoblangani uchun aynan yallig'lanishda juda ham foyda beradi. Shuning uchun rayhon kremi tarkibiga qo'shilganning sababi, siz o'sha bo'g'im kasalliklarida qat'iy og'risa sursangiz, o'sha joyga qizdirib, o'sha joydagi shamollashlarni oladi, qon aylanishini yaxshilab beradi, bo'g'im va mushaklarda bo'layotgan og'riqlarni kamaytiradi. Shuning uchun tashqi tarafdan surtiladigan shunaqa malhamlarning tarkibiga zanjabil qo'shilgan bo'lsa, bu eng asosiy komponentlardan biri hisoblanadi. Keyingi malhamimizning tarkibidagi asalari mumi juda ham foydali, ayniqsa Ibn Sino tabobatida juda ham keng qo'llanilgan va uni mizojiga keladigan bo'lsak, biroz issiq quruq mizoj hisoblanadi. Endi bu bizda bo'g'im kasalliklarida tashqi tarafdan kelgan o'sha shamollashlarda, ichki tarafdan kelib chiqqan yallig'lanishlarda terilarni elastikligini oshirib beradi va yallig'lanishga qarshi terini tezroq bitishini ta'minlab beradi. Teri ustki qavatiga surganingizda, masalan, yarali holatlarda sursangiz ham o'sha yarani ustini bitirib berish xususiyatiga ega va malhami ta'sirini uzoq saqlashga xizmat qiladi. Agar qaysidir bir malhami tarkibida asalari mumini ko'rib qolsangiz, siz bilingki, o'sha malhamni sifati yaxshi. Ya'ni sizga uzoq vaqt bo'g'imlaringizda, o'sha yaralarda uzoq vaqt sizda o'sha sifatini o'zini ko'rsata oladigan darajadagi malhamligini shundan ham bilsangiz bo'ladi. Terini namligini saqlaydi. Va undan keyingi bizani o'simligimiz bu lavanda. Bizani ma'lum va mashhur qilgan lavanda o'simligimiz. Lavanda o'simligini efir moyi olingan. Bu rayhon kremini tarkibida aynan o'sha efir moyi 2-darajali issiq va quruq hisoblanadi. Uni foydalilik xususiyati asabni tinchlantiradi, bosh og'rig'ida, hatto shu ikki chekkangizga surib qo'ysangiz ham, shunda boshingizdagi og'riqlarni qoldiradi. Poзвоночник grijlarida juda ham foydali hisoblanadi. Bo'g'imlar og'rig'ida aynan o'sha joydagi qon aylanishini yaxshilab, tinchlantirish, antiseptik ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ega. Va lavandani o'zini damlab ichilganda ham bilasizlar foydasini, asab tinchlantiruvchi, uyquni yaxshilovchi, xotirani tiklovchi hisoblanadi. Shuning uchun lavandani efir moylari qo'shilgan bizani bo'g'imlarimizga ham juda ham katta foyda qiladi. Keyingi bizani qo'shilgan moylarimizdan bittasi bu zaytun yog'i. Zaytun yog'i inson organizmi uchun foydali bo'lgan o'simlik hisoblanadi va aynan zaytun yog'ini eng tozasi va eng foydalisidan qo'shilgan. Zaytun yog'i o'zi 1-darajali issiq va nam hisoblanadi mizoji. Bundan kelib chiqib bemalol bo'g'im kasalliklarida biz ishlatsak bo'ladiki, issiq va namligidan kelib chiqqan holati bu bizani o'sha sovuqlik bor joyiga surtilganda isitib, o'sha joydagi yallig'lanishni kamaytiradi. Terini oziqlantirish xususiyatiga ega va quruqlikni ketkazadi. Quruqlikdan masalan suyak yemirilishlari bo'ladimi? O'shalarda ham bemalol qo'llasak bo'ladi. Hujayrani tiklaydi, aynan o'sha joydagi qon aylanishini yaxshilab beradi va antioksidantlarga boy bo'lgani uchun bizada rayhon kremini tarkibida bor va juda ham foydasi yaxshi bilinadi. Keyingi o'simligimiz bu bodom.
Bodom yog'ini ko'pchilik foydalanishgan, nafas yo'llarida achchiq bodom, shirin bodom yog'laridan foydalangansiz. Bu rayhon kremiga ham aynan bodom yog'laridan foydalanilgan va birinchi darajali issiq nam hisoblanadi. Bodom yog'ini, bodomni mizoji terini yumshatadi, terini yaxshi bitishini ta'minlab beradi. Masalan, yorilgan, sahniy diabetlarda qo'llari kesilgan joylari bitishi qiyin bo'ladi, yaralanib bitishi qiyin bo'ladi. Aynan o'sha sohalarga sursangiz, bitish tezlashadi va vitamin E ga boy bo'lgani uchun quruq terini tiklab beradi, oziqlantiradi bu. Keyingisi yong'oq, mizoji issiq quruq, ikkinchi darajali issiq quruq bo'lgani uchun tarkibida omega 3 yog' kislotalariga boy, yallig'lanishni kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, antioksidant xususiyatga ega, ya'ni bu tashqi tarafdan kelayotgan kasalliklarni ham qaytaruvchi xususiyatga ega. Aynan ichki organimizda, masalan, suyaklarni, to'qimalarni tiklash xususiyatiga ega. Undan keyingi o'simligimiz bu oshqovoq urug'i. Oshqovoq urug'imiz mizoji mo'tadil hisoblangani uchun, ozgina sovuq namga moyil bo'lgani uchun, mana issiqlik hammasini birdaniga issiqlikni bersak ham bizda biroz yurakda bezovtaliklarni his qilib qolishimiz mumkin. Shuning uchun ozgina sovuq nam oshqovoq urug'idan foydalanganimizning sababi ham tarkibida sink bor. Ayniqsa prostata bezining yallig'lanishlarida va immunitetni qo'llab-quvvatlashga juda ham foydali hisoblanadi. Oshqovoq urug'ini o'zi ko'pchilik bilishadi, aynan qurtlarni tushirish xususiyatiga ham ega. Keyingi o'simligimizga keladigan bo'lsak, qalampir munchoq, gvazdika deyiladi. Qalampir munchoqi aynan moyidan foydalanilgan. Buni mizoji 3-darajali issiq quruq hisoblanadi va kuchli og'riq qoldiruvchi, mikroblarga qarshi, qon aylanishini yaxshilovchi va sovuqdan kelib chiqqan og'riqlarni pasaytiruvchi hisoblanadi va gvazdikani o'zi qalampir munchoqi juda ham ko'p foydali xususiyati bor. Buni kerak bo'lsa aytib ham tugata olmaysiz. Qalampir munchoq kuchli shamollaganda hatto bir stakan damlab ichsangiz hech qanaqa sizga dori moddalar kerak bo'lmaydi. Keyingisi bu rayhon ekstrakti. Rayhon hammamizni ko'zimizni oldiga keladi, shu hovlimizda o'sadigan rayhon. O'sha rayhonni ham Ibn Sino tabobatida 2-darajali issiq quruq o'simlik hisoblanadi. Asabni tinchlantiradi, hidlaganingizda o'zingizda yengillik his qilasiz, rayhonni hidi o'ziga jalb qiladi. Shuning uchun mushakdagi spazmlarni kamaytiradi. Mushakda ham xuddi shu sizni qanaqa jalb qilgan bo'lsa, mushakka surilganda ham aynan shunaqa xususiyati borki, tinchlantirib o'sha yerdagi og'riqni qoldiradi va antiseptik xususiyatga ega, qon aylanishini yaxshilaydi, yallig'lanishga qarshi kurashadi. Va oxirgisi kamfira. Tarkibida kamfira borligi uchun isituvchi hisoblanadi. Umumiy olib aytganimizda rayhon kremi foydalilik xususiyati qaysi kasalliklarga, ya'ni radikulitda, nevralgiyada, miozitlarda juda ham foydali bo'ladi. Revmatoidniy poliartritlarda, osteoxondrozlarda, poзвоночник grijlarida juda ham foydali. Protruziyalarda, aynan bo'g'im bel kasalliklarida foydali hisoblanadi va shamollashda, gaymaritda, hatto tamponcha qilib turib, rayhon kremdan olib surtib, o'sha tamponga mana olasizda, hozir aynan yangi qadoqda chiqqan bizning kremlarimiz. Mana shunaqa temir qutida chiqyapti. Buni ochasiz va tamponni ustiga surtasiz rayhon kremidan va burunga tiqib qo'yasiz. Aynan gaymarit holatida juda ham foydali bo'ladi. 15 minut tampon qilasiz, 10 kunda sizda hech qanaqa gaymaritdan asar ham qolmaydi. Bu albatta bizning praktikamizda bo'lgan, sinaganmiz va juda ham ko'plab natijalarga erishganmiz. Ayollarda turli xil bo'ladigan vaginallik kasalliklarda, ya'ni ayollik kasalliklarda va erkaklarda prostata bezi shamollashlarida juda ham foydali hisoblanadi. Hozir ko'pchilik qariyalarimizda kuzatiladi tizza, bo'g'im og'riqlari. Tizzalarda aynan suyakni tog'ay qismini tiklash xususiyatiga ega. Shuning uchun buni tarkibi keng va issiq quruq mizojli giyohlardan foydalanilgani uchun har qanaqa og'riqli bo'lgan bo'g'im kasalliklarida foydalansangiz bo'ladi. Lekin bir xil bemorlarimiz aytishadi, men bu kremdan foydalandim, nimagadir foydasini sezmadim deyishadi. Endi inson mizojini albatta aniqlashimiz kerak. Mizojiga xoslagan holatda bersak foyda yaxshi qiladi. Aynan bo'g'im kasalliklari kimlarda kelib chiqadi? Ya'ni buyrakida shamollashi borlarda,
buyrak bizadagi bo'g'im kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'ladi va jigarini yog'i bosgan, o't qopi dimlangan insonlarda ham tizi yemirilishi, tizada bo'ladigan ko'plab og'ruvlar kuzatiladi. Aynan shunaqa insonlarga men aytgan bo'lardim, ovqatlanish ratsionlaringizni yo'lga qo'ygan holatda tuzli mahsulotlarni kamaytirib, xamir mahsulotlarini kamaytirib, achchiq, sho'r, gazlangan mahsulotlardan foydalanmasdan turib, organik, ya'ni uyingizda, uy sharoitida qilingan tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilib, yeyotgan luqmamizga e'tibor bergan holatda to'yib ovqatlanmasdan, oq unli va drojali mahsulotlardan foydalanmasdan turib, sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'ygan holatda siz surib ko'ring, natijasini ko'rasiz. Issiq mizojli insonlarda ozgina bezovtalik bo'lishi mumkinki, o'sha mizojida issiqlik va to'liqlik borligi uchun. Sovuq mizojli insonlarda yallig'lanish ko'proq bo'ladi. Ularning mizoji o'zi asli sovuq bo'lgani uchun ularga moydek yoqib tushadi bu malhamimiz. Shuning uchun albatta biz ovqatlanish ratsionlarini yo'lga qo'ysak, biz o'zimizni ham mizojimizni to'g'rilagan bo'lamiz va albatta rayhon kremini ham foydalarini sezasiz. Oshqozon sohasida va kindi atroflarida og'riq bo'lganda ham surib qo'ysak, qabziyatni oldini oladi, ichi yaxshi kelishini ta'minlaydi, soat strelkasi kabi silanadi va tomog'i og'riydigan farzandlarimiz uchun bir yalam rayhon kremini yalatgan holatda tomoqlariga bodomcha bezlarga surtib qo'ysak, foydasi yaxshi bo'ladi. Hozirgi kunda texnologiya juda ham rivojlanib ketdi. Har bir insonda telefon bor, notebookdan foydalanamiz. Rayhon kremi har kuni ko'zingiz atrofiga surtib yurishni tavsiya qilaman. Ko'zi charchog'ini oladi, tashqi tarafdan kelayotgan o'sha telefondan, kompyuterdan chiqqan nurni qaytaradi va sizni ko'zingizdagi yallig'lanishni kamaytiradi va parda tushishini oldini oladi. Qo'l, oyoq kaftlariga surtilganda juda ham foydali. Ayniqsa buyrakka surtilganda hatto qand kasalligini ham oldini olgan bo'lasiz. Chunki ko'pgina kasalliklar shu buyrak orqali bo'ladi. Ayniqsa mizoji sovuq insonlarda qo'l oyoq muzlaydi. Ularga doimiy surtib yurishni tavsiya qilaman. 45 yoshdan oshgan erkak va ayollarimiz doimiy rayhon kremini surtib yurishsa, ayollarda bo'ladigan turli xil o'sma kasalliklari va erkaklarda bo'ladigan o'sma kasalliklarini oldini oladi. Nafaqat jinsiy a'zolarga, balki buyrak ustiga surtish foyda qiladi. Hozirgi kunda rayhon kremimizni qadog'i o'zgargan. Ichida shunaqa kremdan 3 ta bo'ladi. Mana yangi qadoqda chiqqan va shunaqa temir qutilarda chiqyapti. Haqiqiy originali shunaqa bo'ladi. Juda ham ko'pchilik aytishadi, 69 mingdan ham internetda sotishyapti, sizlarda qimmat ekan degan insonlar uchun men aytgan bo'lardim. Haqiqatda sifatli mahsulot, original mahsulot har doim o'zini bahosi bo'ladi. Bu malhamni olib ishlatmaganlar bo'lsa, albatta ishlatib ko'rishni tavsiya qilaman. Ishlatgan hoji otalarimiz, hoji onalarimizdan juda ham yaxshi odzivlarimiz bor. Buni Instagram orqali ham, YouTube tarmoqlari orqali ham ko'pchilik kuzatayotganlar bo'lsa bilishadi. Albatta foydalanmaganlar bo'lsa, foydalanib ko'ring. Asl tovar faqat bizda.